Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi va uning quyi tizimi xodimlari tomonidan Sog'lom avlod xavfsiz jamiyat tezkor profilaktik oyligi doirasida giyohvandlik va psixotrop moddalari noqonuniy aylanmasining har qanday ko'rinishi, jumladan o'tkazish, saqlash, iste'mol qilish va yetishtirishga qarshi doimiy ravishda kurash olib borilmoqda. Tadbir doirasida Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda tumanda yashovchi 1978-yilda tug'ilgan shaxs yashash xonadonidagi kurka xona tom qismida 10 dan ortiq shisha idish va polietilen qopda marixuana giyohvandlik vositasini saqlab kelgani aniqlanib, daliliy ashyolar bilan ushlandi. Mazkur holat yuzasidan ushlangan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz. Sog'lom avlod xavfsiz jamiyat tezkor profilaktik tadbiri doirasida fuqarolar, ayniqsa yoshlar o'rtasida giyohvandlikka qarshi kurash, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish hamda jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan keng ko'lamli nazorat tadbirlari izchil olib borilmoqda.